esa 3 ta jang va 3 ta g'alaba. Birinchi raund boshlandi do'stlar. Low kick bilan boshlanyapti. Yaxshi kutib oldi. Oldingi qo'lda yon tomondan yo'llangan zarba bilan Tezkorlik albatta hamyurtimiz tomonidan bo'ldi hozir birinchi zarbada. Yaxshi qochib qoldi zarbadan va zarba yo'lladi. Tana qismiga zarba. Farg'ona viloyatidan Shukurjon o'zi Milliy gvardiya xodimi murabbiyi Odil Sirojiddinov. Yana bir low. Lowlardan ehtiyot bo'lish kerak, ayniqsa Magomed Isayevni bazasi Muay Thai ekanligini aytib o'tdi. Bakraveshni middle kick. Og'ir zarba. Yaxshi kutib oldi yana oldingi qo'lda Shukurjon. Davom etamiz. Jang referisi Halil Mameyev diqqat bilan kuzatib bormoqda. Tanaga zarba. Overhand va middle kickni qo'shib yubordi. Birinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti hamyurtimiz. Magomed Isayev esa qarshi hujumda hozir oldingi zarbalar bilan boryapti. Ajoyib, ajoyib. Yaqin masofadagi kurash, takedownga harakat bo'lish ehtimoli bor. Hozircha menimcha vaziyatdan chiqib ketgan ma'qul. Ya'ni jangni stoykada davom ettirsa, menimcha ustunlik ko'zga tashlanyapti hamyurtimizda. Yaxshi. Tizza zarbalari Isayev. Ikkisi ham hali mag'lub bo'lmagan. Ikkisi ham g'alabali seriyaga ega. ...90 kilogramm toifasida bo'lib o'tyapti ushbu jang. Shu sababdan har bir zarba og'ir va nokaut bo'lishi mumkin. Oraliq vazn toifasi deyiladi odatda. O'rta vazn hamda yarim og'ir vaznning orasi. Yaxshi va yakuniga yetkaza oldi, biroq harakat qilmoqda Isayev. Kerak, takedown amalga oshdi, faqat nazorat yo'q hozircha. Isayev hozir ustunlikni qo'lga olmoqda va pozitsiyani ushlayapti. Tizzalar to'qnashuvi juda ham bir og'riqli vaziyat bo'lsa, agar hozir ustunlik ko'proq Isayev tomonda bo'ladi, agar mana bunday klinch holatida. Vaziyatni o'zgartirdi Shukurjon va jangni parterga ko'chirishga harakat qilmoqda. Yomon emas. Abdurahimov bir oyoq bilan davom etyapti hozircha. Zarbalar o'tkazib boryapti. Lekin u juda ham chidamli jangchi ekanligini o'sha Islom Baltayev bilan jangda ko'rsatgan edi. Chempionlik jangida, ATF ligasida. Faollik so'rayapti Halil Mameyev. Albatta, odatda muxlislar bunday janglarni yoqtirmaydi. Ya'ni panjara yonida bo'ladigan janglarni yoqtirishmaydi. Mana tanaga kuchli zarbani yo'lladi Isayev. Bir marotaba shu 10 soniya menimcha kerak emas. Shunchaki jangni yakunlab qo'yish lozim. Umuman jang boshlanishi to'g'ri boshlangan. Va birinchi raund o'z yakuniga yetdi do'stlar. Har bir jang. Ikkinchi raund start oldi do'stlar. Eslatib o'tamiz, 90 kilogramm vazn toifasi. Shukurjon Abdurahimov O'zbekiston, Magomed Isayev Qirg'iziston do'stlar. Yaxshi overhand.
Low kick. Abdurahimov. Demak, ushbu kartda to'qnash kelgan birinchi mag'lubiyatsiz jangchilar ekan. O'zi bu kartda ikkita mag'lubiyatsiz to'qnashuv bor. Birinchisi aynan mana shu, ikkinchisi esa asosiy jang Xotanbek Boynazarov va Magomed Habib Ramazanov o'rtasida bo'ladi. Ko'ramiz. Bugun aynan hozir mana shu jangdan so'ng qaysidir jangchi o'zining rekordidagi 0 ni berib qo'yish kerak bo'ladi. Faoliyatidagi ilk mag'lubiyatini yaxshi kutib oldi. Ajoyib zarba do'stlar. Tutib oldi Abdurahimov. Aytdim-ku, stoykada zarbalar bilan davom ettirish kerak. Raqib yopishishga harakat qiladi. Mana shu vaziyatda zarbalar bilan davom ettirish kerak va qonun qoidani buzmaslik kerak. Hozir orqa miyaga zarba berib yubordi. Yo'q, o'ziga kela oldi. Isayev o'ziga kela oldi. Yaxshi, lekin zarba mana shu raqibni sezdirib ham qo'ydi. Stoykada kim bu yerda xo'jayin ekanligi. Ha, Qirg'izistonda ham professional MMA juda yaxshi rivojlangan, bilasiz. O'sha UFC'da o'z chempioniga ham ega Valentina Shevchenko, Miqtabek O'ralbay ajoyib harakat qilyapti. Uran Satibaldiyev ham asta-sekin ushbu ligada o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Edil Yesengulovni aytishimiz mumkin, Jakslikni aytishimiz mumkin. Xullas, juda ham yaxshi rivojlangan Qirg'iziston. Menimcha O'rta Osiyodan hali umuman jangchi yo'q vaqtida ham Qirg'izistonda chempion bordi UFC'da. Erkaklardan O'rta Osiyoda Mahmud Murodov birinchi bo'lgan, lekin ayollarda chempion allaqachon u vaqt Valentina Shevchenko edi. Markaziy Osiyoda Mahmud Murodov qo'shilgan. Shavkat Rahmonov keyin qo'shilgan. Bu aniqlik kiritish shart emas, bu aniq narsa. Morozovchi. Mahmud Murodov birinchi debyut qilgan. O'zi ham ko'p bora intervyularda aytib o'tgan bu holatni. Davom etamiz do'stlar. Mana endi jang parterga ko'chyapti do'stlar. Isayev jangni parterga ko'chira oldi. Mount holatiga ham o'tib ketdi. Endi juda qiyin vaziyatga tushib qoldi. Abdurahimov 10 qo'l zarbasi Isayevdan. Zarbalar ketma-ketligi. Hozir backmount holatiga o'tib olishga yaqin va bu holat biroz qiyinroq bo'ladi endi. Chunki zarbalarni ko'rmasligi mumkin bu vaziyatda. Mana bu zarbalarni o'tkazib yuboryapti, astoydil harakat qilyapti Shukurjon. Aylanaverib kuch ham ko'p ketadi-da, eng yomoni mana shu holatda. Saifga hozir rostda kamiga omad kulib boqdi. Tirsak zarbasi. O'zi moytaychilar tirsakni yaxshi beradi baribir. Halil Mamiyev ham diqqat bilan kuzatyapti bu holatni. 10 qo'l zarbalari yaxshi o'tyapti hozir. Juda qiyin vaziyatda Abdurahimov. 1 daqiqadan kamroq vaqt bor. Biroz dosh berish kerak. Holati o'zi yo'qqa chiqdi menimcha. Gard holatida davom etadi jang. Mana shu tarzda zarba yo'llashga imkon bermaslik kerak Abdurahimov. 20 soniya vaqt bor ushbu raund yakuniga. Bosh qismiga zarbalar yo'llayapti. Va shu tariqa kam vazn emas. Yaxshi, davom etish kerak. Hammerfistlar kerak. Mana bunday tizza zarbalari kerak. Davom etaverish kerak. Ajoyib. Abdurahimov. Qoyil. Backmount holatini yuzaga keltirish ham mumkin. Yo'q, hozircha.
Qo'lini tortib ketishga harakat qilmoqchi. Arimbar amalga oshadimi? Kimura menimcha Arimbar emas, Kimurani amalga oshiryapti. Kimura. Qoyil. Deyarli o'xshayapti. Dosh beryapti hozircha Isayev. Lekin oxirga yetkazishga umid qilamiz. Abdurahimov Sinib ketishi hech gap emas qo'lni. Shu sababdan Isayev o'zini sog'lig'ini o'ylaydi degan umiddamiz agar chora shunday kelib qolsa. Bermadi. Qoyil dosh berdi, lekin baribir qo'li ishdan chiqdi. Baribir og'riq bilinadi. Muhimi raund bizni foydamizga hal bo'lyapti borgan sari. Albatta, mana ketma-ket tirsak zarbalarini yo'llayverish kerak. Bel qismiga zarba berib yubordi. Mana endi Arimbarga o'tadimi yoki Kimuragami? Kimura hali hamon. Arimbar menimcha qolmish bu yerda. Ketdi, tortdi, yana bir karra. Kimurani amalga oshiryapti. Hali vaqt bor, uddalasa bo'ladi. Lekin bermayapti Isayev. Mana endi juda ham qiyin vaziyatga tushib qoldi Isayev. Qo'llari tayyor, taslim bo'lishga. Qarang. Juda ham qiyin vaziyat. Dosh beryapti. Qoyil Isayev. Menimcha vaqt oz qolganini murabbiylar ham aytishyapti. Shu sababdan ham chidayapti u. 1 daqiqa vaqt bor, 1 daqiqadan ozroq 50 soniya. Lekin sinib ketsa hech kim chidamaydi. Qarang. Isayevning bardoshiga qoyil. Shunchaki tasanno. O'zi charchadi. Abdurahimov Kimurani amalga oshirib, oxiriga yetkaza olmadi. Dosh berdi, lekin yaqqol total ustunlik 3-raund do'stlar. 20 soniya. Abdurahimovga ham qoyil. Zarbalar uchun qulay pozitsiyaga chiqib oldi Abdurahimov. Soniya. Do'stlar, ajoyib jang Abdurahimovdan, yana bir ajoyib chiqish. Mana uning harakatlari. Aktivlik arenadan. Va shu tariqa jang o'z poyoniga yetdi do'stlar. Hamma narsa tayyor, Bakirvechni eshitamiz. Ushbu jangda 2-1 hisobi bilan g'alabaga erishdi. Победу раздельным решением судей одержал Qizil burchak. Do'stlar. Jon Abdurahimov o'zining